Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Alloh nurlar va barakalar bo'lsin inshaalloh. Parijdamiz. Mana shu minorani taniyotganlar bor. Eiffel minorasidan. Eiffel minorasi va Paris City. Xullas Parijdamiz. Ya'ni Parijga aylanib o'tib ketishimiz kerak. Parijda mana shu ahvol har doim kurgular sutka mana shunaqangi probka bo'ladi azizlar. Har doim xuddi shunaqa probkalar bo'lib turadi Parijda. Постоянно. Bo'ldi, kir jonivor kir. Kiraqa. Kirgizib yubor deydi. Eiffel minorasini ko'rib aylanib o'tib ketamiz. Parijga tushib kelaveramiz shaharga. Lekin biz shaharga kirmaymiz-da. O'ng tomon bilan A6dan A4ga o'tib ketamiz. Shunaqa. Parij. Xullas kalom. Men bu yaramasi ishlamay qoldi. Telefon bilan ketyapmiz. Google'ga urib. Yo'lda shunaqa bo'ladi. Bazaga borib bitta yangisini olish kerak. Bu bizning ko'zimiz, azizlar. Bu bizning ko'zimiz. Через 2 километра сверните на съезд. Shunaqa Parijga shaharga kirmasdan 2 kilometrdan keyin o'ngga burilib ketib qolamiz. Jonlar sog'lomliklar uzun bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat. Chiroyli manzaralar bo'lsa elinib boramiz. Endi Germaniyaga qarab ketyapmiz, ya'ni qishga qarab kiramiz endi. Bahor уже tugayapti. Bu yog'i yana 2 kilometrdan keyin qish boshlanadi. -4, -3 bo'lyapti ekan Germaniyada. -5 joylari ham bor ekan. Mazaq yurdik qishda, yozda. Endi qishga kiramiz yana. Endi qo'rqish yo'q, yangi balon qo'yib oldik, motorlarni moyini og'ishtirdik, hamma komplektatsiyalarni yangilab oldik. Endi umuman qo'rqish yo'q, faqat olg'a. Jonlar sog'lomliklar uzun bo'lsin azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Parijdan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bonjour Parij.